Koreyslar bilan ishlashim minus va plyus tomonlari. Koreyslar sizni ham o'zini ham vaqtdan juda ham qadrlashadi. Shu sababli aytilgan vaqtga, aytilgan soatga kelishadi. Men ham bular bilan ishlab, aytilgan soatga kelishni o'rganganman. Ular ishga juda ham qattiq qarashadi. Shuning uchun ozgina mehnat qilsangiz ham juda ham maqtashadi sizni. Yaxshi oylik to'lashadi, yaxshi bonuslar berishadi. Masalan, boshlig'imiz haftada 2 marta yaxshi joyga borib ovqatlantiradilar. Ularda ichadigan narsa bor. Ichadi, обязательно kofega borib, shirinliklar bilan yeyiladi. Har hafta olib boradilar bizani. Biz uylarni kunlik va oylik arendaga berish bilan shug'ullanamiz. Men bizga berilgan uy ham arendaga topshiriladi. Sizlar ham bir kun kelib bemalol dam olib ketsanglar bo'ladi. Bizga bu bir kunlik dam olishimizni boshlig'imiz tashkillashtirib berdilar. Bu uchun alohida rahmat aytamiz. Ana endi eng qiziq joyga keldik. Minus tomonlarini aytishni boshlayman sizlarga. Albatta bunaqa sharoit qilib bergandan keyin bizda effekt kuchadi, yaxshi ishlashimizni. Albatta ularda pali borasi bor. Hamma narsa prям tez bo'lishi kerak. Bugun sizga boshqacha ish etib, ertaga boshqacha qilishingizni xohlab qolishlari ham mumkin. Agar tarjimon bo'lsangiz, soat 2-3 da ham sizni bezovta qilishadi telefon qilib. Shaxsiy hayotingizga aralashishlari bor. Shaxsiy hayotingizda hamma narsani bilgilari keladi prям. Ko'p aralashishadi shu tomonlari. Menimcha minus deb o'ylayman. Qayda detallarga ham alohida e'tibor berishadi. Kichkina problemadan ham katta problema yasab berishlari mumkin sizlarga. Agar sizlar ham koreyslar bilan ishlasanglar, qanaqa minus va plyus tomonlarini bilasizlar, buni kommentariyaga yozib ketinglar. Bizga juda ham qiziq. Men ko'pchilik birga ishlayotganlarimdan so'rasam, minus tomonlari yo'q deb aytishdi, lekin men topdim. Koreyslar bilan ishlash juda ham qiziq. Hamma kunlaringiz mazmunli o'tadi, produktivniy o'tadi. Hamma soatida bo'lgani uchun sizlar qanaqa minus tomonlarini bilsanglar, plyus tomonlarini bilsanglar, obязательно yozib ketinglar. O'rtoqlaringiz bilan kelib shunaqa bir kuninglarni o'tkazmoqchi bo'lsanglar, obязательно bizga murojaat qilinglar. Juda ham zo'r o'tkazib tashkillashtirib beramiz. Bemalol kelib dam olib ketsanglar bo'ladi.